سيرة أعظم السير في التواريخ والبشر سيد الخلق تاجها والعلا في اسمه ظهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Alloh subhanahu va taolodan madad so'rab siyrat darsimizni davom ettiramiz. Xo'p, keyingi nimasida tarixiy bo'lgan voqealarda mana shu iqtisodiy 3 yillik holat bu 7-hijriydan 10-gacha davom etgan. Hijriy deyman, bi'asani Rasululloh payg'ambar bo'lganlarida 7-yilidan 10-yilida bu narsa tugagan. O'shandan keyin ozroq vaqt o'tib Xadicha onamiz o'lgan ekanlar, vafot etganlar. Xadicha onamizdan bir necha oylar o'tib amakisi Abu Talib vafot etgan Rasulullohni. Bu ikkalasini vafot etishi Rasululloh uchun juda katta musibat bo'lgan. Bittasi ko'chaga chiqqandagi himoya edi. Bittalari bo'lsa uyga kirgandagi Rasulullohga ko'makchi, yordamchi, Rasulullohni da'vat ishlarida butun ko'ngillarini Rasulullohni xotirjam qilib turadigan kishi edilar Xadicha onamiz radhiyallohu anha. Bu kishining fazilatlari haqida aytdik biz o'tgan darslarimizda. Rasulullohning ayollarini aytganda u kishining fazilatlarini aytdik. Ibn Qayyim rahimahulloh aytgan ekanlarki, Xadicha onamizda juda ko'p xususiyatlari bor, boshqalardan ko'ra ko'p xos holatlari bor. Shulardan biri 25 yil Rasululloh bilan birga yashaganlarda bir o'zi yashaganlar Rasululloh bilan. Ya'ni boshqa ayol bo'lmagan. Rasululloh u kishiga mukofot tarzida uylanmaganlarmi? Uni bilmaymiz, ya'ni o'sha ba'zi nimalarda shu mukofot tarzida deb aytishadi, lekin uni bilmaymiz. Vallohu alam nima uchun uylanmaganlar. Rasululloh ustilariga o'sha paytlarda bor edi, ikkita, uchtalab, to'rttalab, nechtalab xotin qilish bor edi. Masalan, uylansalar, men shu narsani aminmanki, Xadicha onamiz Rasulullohni uylansalar agar uylanishiga qarshi bo'ladigan ayol emas edi. Ya'ni to'la ma'noda Rasulullohni tushungan ayol bo'lgan. Rasulullohni tushungan ayol bo'lgan. Shuning uchun ham biror marta Rasululloh g'orga ketib kelganlarida, u yoqda qancha kunlab masalan g'orda yotib ibodat qilib qaytib kelganlarida Xadicha onamiz Rasulullohga biror og'iz bir ranjitayotgan gapni gapirmaganlar. Biror marta ham. Qaytan kelgan Rasulullohga yordam bergan. Keyin yana bitta kishining xususiyatlaridan Rasulullohni deyarli hamma bolalari Xadicha onamizdan. Bitta Ibrohimdan tashqari. Ibrohim Qibtiya Mariyani o'g'li, o'shandan tug'ilgan. Bu ham Xadicha onamizni va keyin Rasulullohning boshqa xotinlarida umuman bola bo'lmagan. Shuncha uylanganlar, bola bo'lmagan. Bitta o'sha Mariyadan o'g'il tug'ilgan, u ham 2 yoshga kirmay o'lgan Ibrohim ham. Farzandlari Xadicha onamizdan tug'ilganlari ham hammasi deyarli vafot etgan. Bulardan bitta Fatima onamiz qolgan, qolgan zurriyotlari Rasulullohniki hammasi shu Fatima onamizning farzandlaridan tarqaldi. Hozirgacha mana ishonlar, sayyidlar degan Rasulullohning avlodlarimiz deganlar shu Xadicha onamizga boradi. Ya'ni Fatima onamiz, Xadicha onamizning zurriyotlari deyiladi. Yana Xadicha onamizning fazilatlaridan Xadicha onamiz bu ummatda ayollarini afzali, bunda nas kelgan. Xayru nisaiha Xadicha deb. Ya'ni ummatda ayollarini eng yaxshisi Xadicha. Bu nassan, ya'ni Rasulullohning gaplari bilan. Xadicha onamizning yana xususiyatlaridan Alloh subhanahu va taolo eng mutlaqo afzal elchilardan Jibril bilan Rasulullohning vositasida o'zini salomini Xadicha onamizga yuborgan. Jibril alayhisalom Rasulullohga kelib aytgan ekanki, Xadicha kelyapti, qo'lida nimadir ko'tarib kelyapti hozir. Xadichaga Allohning salomini ayting va meni salomimni yetkazib qo'ying. Alloh salom aytdi degan. Ya'ni Alloh salom aytdi Xadichaga degan gap o'zi juda katta narsa bu. Katta sharaf bu narsa. Xadicha onamizning xususiyatlaridan yana u kishi biror marta Rasulullohga hech ham bir yomon ranjitadigan ish qilmagan ekanlar. Ranjitadigan ishda biror marta g'azablantirmagan ekan Rasulullohni. Qani xotinlar bu narsalardan bir ibrat olsa, qizlarimizga mana shu tarbiyani o'rgatsak, erini hurmat qilish, fazlini bilish haqida. Bu narsa juda katta, ya'ni subhanalloh, hozir masalan ayollarning holati achinarli holatlarni ko'rasiz-da. Niqob o'rab yuradi, ya'ni ilm o'qiydi, boshqa qiladi-da, lekin ba'zi bir narsalar kelgan paytda shundoq ochiqchasiga Ummu Jamilga aylanib qoladi.
Hadicha bo'lib yurgan ayol, Ummu Jamil taniysizlar kimligini? Abu Lahab xotini. Xuddi o'shani fe'liga aylanadi qoladi. Hadicha onamiz Rasulullohni hech ham g'azablantirmagan va Rasululloh biror marta ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga malomat ham qilmagan yoki bir itoblash degan narsa bo'lmagan ekan, biror marta. Va hajr bo'lmagan ekan. Masalan, Rasulullohning boshqa ayollari keyin rashkdan, insonchilikdan hajrlar bo'lgan. Hatto bir oy Rasululloh ayollarining oldiga kirmagan. Bir oy. Hech qaysi ayoliga kirmagan. Bir oy yaqinlashmayman deb qasam ichganlarda bitta bolaxonalik joyi bor ekan, o'shanga chiqib, uxlab, yana masjidga tushib, shunaqa bir oy o'tkazganlar. 29 kun bo'lgandan keyin Oysha onamizning oldiga kirganlarida, "Ey Rasululloh, men sanab turibman, bir kun bor hali" degan ekan. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Oy 29 kelishini bilmaysanmi?" dedilar. Ya'ni 29 kunda bir oy o'tyapti mana. 29 kun desek ham. Lekin Hadicha onamizda u bir oy, bir kun emas, bir soat emas, biror marta shu ranjitadigan yo hajr qiladigan narsa o'zi bo'lmagan ekan. O'zi mana shuni o'zi u kishining sharafiga, o'zi fazilatiga yetadigan narsalardan. Yana u kishining xususiyatlaridan biri birinchi bo'lib turib Alloh va Rasuliga iymon keltirgan mutlaqo birinchi shaxs. Rasulullohga iymon keltirgan. Undan tashqari endi Rasulullohning yonida turib berganlari, Rasulullohga ko'makchi bo'lganlari bu gapiring o'tigamaydi. Biz oldinda u kishining haqida ko'p gapirganligimiz uchun oxirgi xulosani aytib ketyapman men. O'zi aslida bu nususlar bilan hammasi keltirilgan ekan bular. Hadicha onamiz haqidagi fazilatlar oldin aytganligimizdan kifoya qilib o'tib ketyapmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda og'ir holatda qolganlar. Hadicha onamiz vafotlaridan keyin ikkita qizlari bo'lgan Rasulullohning. Masalan, bittasi Zaynab turmushga chiqqan bo'lgan, ikkinchi qizlari Ruqiyani ham Usmon ibn Affonga bergan bo'lgan. Ummu Gulsum bilan Fatima ikkita qizi bilan Rasululloh uyda o'zlari qolgan. Ya'ni juda qiyinchilik. Undan keyin Abu Talib vafot etyapti. Bir qancha ozroq vaqtdan keyin bu yana ham Rasulullohga juda qattiq musibat bo'ldi. Abu Talib o'lgandan keyin kofirlar Rasulullohga oldin qilolmagan ishlarini qilishni boshladi. Oldin gapirilmagan gaplarini gapira boshladi, chunki Abu Talib Rasulullohga fido bo'lib turib bergan kishilardan. Lekin achinarlisi Abu Talib musulmon bo'lmay kofir holatda o'ldi. Rasululloh oxirgacha borib da'vat qildilar. Bir marta bo'lsa ham la ilaha illalloh deng, Allohning oldida men guvoh o'taman, guvoh bo'laman deb Rasululloh qancha turib bersalar ham Allohning qadari ekan, Alloh o'zi shuni xohlagan ekan. Bunda Alloh taoloning bir inoyati, o'zi bilgan hikmati bor, lutfi bor. Iymon keltirmay o'zini dinida qoldi shu odam. Mana shu holatlardan, Hadicha onamizning holatlaridan va Abu Talibning holatlaridan, siratlaridan ba'zi bir darslar o'rganamiz. Birinchidan, odamga soliha ayolni bo'lishi juda katta ne'mat ekan. Soliha ayol o'zi Rasululloh nisfud din deganlar, dinning yarmi deganlar. Shuning uchun aytamizda, shunaqangi agar dindor ayol chiqib qolsa sizga fursatni boy bermang. Rasululloh aytganlar, "Fazfar bidati din taribat yadak." Baraka topkir, dindorini egallab qolgan deganlar. Soliha ayolda bo'lishi juda katta ne'mat bu. Ya'ni Alloh subhanahu va taolo Rasulullohga bergan bir katta inoyat, katta rahmat edi bu. Odamni qiynalgan paytda odamni yonida turib beradigan, bo'lmasa odamni yo'ldan to'sadigan ham xotin bo'ladi. Hali bizda erda er qiladigan ham xotin, qaro yer qiladigan ham xotinni bekorga aytilmagan, haqiqatan to'g'ri gap bu. Odamni butun beobro'y qilib tashlaydi. Agar xotin yomon bo'lsa, odamni beobro'y qilib tashlaydi. Kerak bo'lsa harom narsalarni olishga odam majbur qiladi. Ya'ni holi joniga qo'ymaydi. Qarindoshlari bilan aloqalarni uzib tashlashiga sabab bo'lishi mumkin. Ota-onasi bilan aloqa uzilib ketadi. Farzandlarini yomon tarbiyalaydi. O'lib ham qutulmaydi unaqangi ayoldan odam. Farzandlari ham keyin bir qanaqadir bir yomon bo'lib ketishi mumkin. Ko'rdik, hayotda qancha misollar bor bunga. Shundan bitta xulosa qilib aytamizki, haqiqatan ham soliha ayol katta ne'mat ekan. Rasulullohning aytganlari fazfar bidati din. Dindorini egallab qol. Zafara degani bir narsaga ko'pchilik bo'lib yugurib borganda bitta odam olib qolsa, o'sha odam zafara deydi. Chunki u bitta odam oladi, qolganlar quruq qoladi. Ana shunday agar dindori uchrab qolsa, yaxshi bo'lsa, oling. Hozirgi paytda bu narsa, bu nasihatga biz muhtojmiz. Lekin Rasulullohning vasiyatlari fazfar bidati din. Dindorini sen egallab qolgan deydi.
Masalan, qiz tarbiyalashda o'zi bo'lmaydi. Masalan, qizni tarbiyalab chiqarish shuning uchun ham Rasululloh aytganlar-ku, kim agar 3 ta qizini tarbiyalab agar uni yaxshi joylarga turmushga chiqarsa, do'zaxdan satr bo'ladi deganlar. Hozirgi kundagi eng katta nimalardan biz ummatda kamchilik joylari qizlarni tarbiyalash. Keyin Ummul Mu'minin Xadicha onamizni hayotlarida hozir ayollarimiz uchun, umuman ummat ayollari uchun doim ham katta namunalar bor. Qani qizlarimiz shu kishini siratidan o'rgansa, ayollarimiz shu kishini siratini o'qisada o'rgansa, ya'ni bitta gap bilan aytish mumkinki, Xadicha onamiz Rasulullohni to'liq tushungan ayol bo'lgan. To'liq tushungan ayol bo'lgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, Alloh taolo Rasulullohga bo'ydoq paytlaridan o'zi nasib qilgan ayol ikkita erga tegib chiqqan ayol bo'lyapti. Farzandlari ham bor. Ba'zi rivoyatlarda 29 yashar bo'lgan degan, ba'zi rivoyatlarda 40 yashar bo'lgan degan, muhimi katta ayol bo'lgan Xadicha onamiz. 25 yil Rasululloh bilan birga yashagan, lekin tamomiy hayotini Rasulullohga bag'ishlagan, mol dunyosini Rasulullohga bergan. Rasululloh uni kishini mol dunyosini yemagan, uni tijorat qilib aylantirib, o'zini pullaridan o'zi pul topib sarflagan Rasululloh. Shuning uchun ham Rasulullohning bu karim xulqlarini ko'rib ham Xadicha onamiz, Alloh sizga hech qachon yomonlikda ravoy ko'rmaydi. Alloh taolo sizni hech tashab qo'ymaydi, chunki siz mana qilasiz, mana qilasiz deb Rasulullohning qancha yaxshiliklarini sanab o'tgan joylarini o'rgandik. Demak, mana shunday soliha ayolni nasib qilishi o'zi bir katta bir baxt. Ikkinchidan, bizning qizlarimiz, ayollarimiz shunday ayoldan bir namuna olish kerak ekan. Haqiqatda, ya'ni tarixini o'qishini o'qish kerak, o'rganish kerak, madrasalarda o'qitish kerak. Madrasani otini Xadicha Kubro qo'yiladi, o'shanday bo'lsin qizlarimiz deb. O'shanday bo'lsin qizlarimiz deb o'sha xulqni olsa, haqiqatan ummat uchun eng kerakli shaxslar hozirgi kunda mana shu Xadicha onamizdek qizlar kerak bizga. Bu fazilatlar hozir Xadicha onamizdagi jamlangan fazilatlar Alloh taoloning mutlaqo fazli va tavfiqi. Ya'ni bu narsa Xadicha onamizni ham chiroyli bo'lishi, ham boy bo'lishi, ham bu farosat, bunaqangi bosiq bo'lishi, nasihatli bo'lishi. 25 yil Rasululloh bilan birga yashab, biror marta Rasulullohni xafa qilmaganligi. Masalan, biror marta ham hamma farzandlarini onasi bo'lishi, eng kattasi Allohning salomi aytilinishi. Jibril orqali Alloh salom aytayapti Xadicha onamizga. Bu fazilat, bu fazilatga odam mehnat qilib erishadigan narsa emas bu. Bu Allohning fazli bu. Alloh taoloning fazlidan so'rang, Alloh taolo fazlini kam qilib qo'ymaydi. Allohning fazli keng. Birovga bersa, birovga kam bo'lib qolmaydi. Shuning uchun bir kishiga Alloh fazlidan bergan bo'lsa, unga hasad qilish emas, siz so'rang Alloh taoloning fazlidanki menga ham bergan deb. Hali Zakariya alayhisalomni nimasida keladi-ku Qur'onda. Hunalika da'a Zakariya robba. Zakariya qachon Maryamning oldiga kirsa, mevalar qish paytida yozgi mevalari oldida turardi. Ya Maryamu anna laki hada. Ey Maryam, bu qayerdan keldi? Qolat huwa min indillah. Innalloha yarzuqu man yasha'u bighayri hisab. Alloh o'zi xohlaganini hisobsiz rizqlantirar ekan desa, Zakariya shu paytda keyin duo qildi. Hunalika da'a Zakariya robba. Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. Menga bitta toyib zurriyat ber, duo eshituvchisan deb u kishi qarib qolgan paytda bo'lgan. Xotini ham qarib qolgan. Bepusht. O'sha paytda duo qiluvdi, Alloh taolo bashorat berib u kishiga farzand bo'lishini va ismi Yahyo bo'lishini bashoratini berdi. Allohning fazlidan hech qachon odam umid uzmaslik kerak ekan. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ummul Mu'minin Xadicha onamizni vafotlari bilan qanchalik darajada ya'ni musibatlanib qolganlar. Haliga aytganimiz kabi ikkita qizlari qolgan. Bittasi 13 yosh, bittasi 11 yosh. Ya'ni Fatima onamiz 11 yosh, Ummu Kulsum 13 yashar bo'lgan. Mana shunday holatda Xadicha onamiz eng katta Rasulullohga dastak bo'lib, da'vat eng og'ir paytiga kelgan paytlar bu. Hali Quraysh kofirlari butun hamma joyda shidog'ini qayragan. Endi hali 3 yilga nimadan chiqqan holat bo'lyapti. Bunda juda ham ziddiyat kuchayib ketgan payt. Mana shunday bu holatlardan biz nima Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning musibati qanchalik og'ir bo'lganligini ko'ramiz, his qilamiz. Keyin yana bu o'tgan siyratdagi darslardan la ilaha illalloh kalimasini qanchalik buyuk kalima ekanligini bilamiz. Kofirlar shuni aytmadi-da.
Ular yig'ilib kelib turib Rasulullohga unday bo'ldi, bunday bo'ldi. Abu Talibga kelib turib qattiq talab qilgandan keyin Abu Talib aytgan. Jiyan degan bular shunday deyapti, qavmimiz bular bir et, bir tirnoq ajralib bo'lmaydi. Juda ham nima bo'lib ketdi, bir kelishadigan bir nima yo'qmi deganda Rasululloh aytganlar, bitta kalima bor, aytsa bo'ldi degan. Shunda Abu Jahl aytgan ekanki, seni otangga qasam 10 ta kalimani aytmaymizmi? Ayt degan. Nima deyishimiz kerak degan. La ilaha illalloh deylar bo'ldi degan. Shunda yo'q degan. Bu narsani aytolmaymiz, qo'y bu gapingni degan. Bu nima deganiki, bu la ilaha illalloh kalimasini ma'nosini ular juda ham yaxshi tushungan. Ularda aqida bo'lib qolgan narsa qabrlarga sudan so'rashday, xuddiki bor butlardan bir vositalar qo'yib turib so'rash din bo'lgan ular uchun. La ilaha illalloh degani ana shunga teskari ekanligini ular birinchi kundan tushungan. Lekin qiziq joyi hozirgi kunda musulmon bo'lib turib ko'pchilik musulmonlar mana shu ma'noni tushunmasligi odamni dilini g'ash qiladi. Bir-biriga g'ir teskari ishlar qilinadi. La ilaha illalloh deydi, keladi tarovih o'qiydi, namoz o'qiydida, farzand bo'lmasa borib turib qabrdan so'raydi. Ishi yurishmasa azza ulardan so'raydi. Qabrlarga borib duo qiladi. O'shanaqa qilib turib Rasulullohni minbarida turib olib turib, Rasululloh bir umr kurashgan shirkka da'vat qiladi. Bu qanaqangi tanoqquz, teskarichilik bu. Bu johillik bu, boshqa narsa emas bu. O'zi gapirayotgan odam ham johil, uni eshitib o'tirgan uni qavm muritlari ham johil. Nima deyapti, nima bo'layapti tushunmaydi. Gapirilayotganga nima uchun namoz o'qiyapsan o'zi? Ibodatda nima qilyapsan? Qo'liga hassa ushlab olgan, bo'yniga sharf olib oladi. Qo'llariga uzuklar taqib olgan, ha desa sunnat deydi. Sunnatni bilar ekan bu taqsir endi. Lekin bu yoqiga qarasangiz, qilib ochiqdan ochiq shirkka chaqirayotgan bo'ladi. O'zi odamlarga bitta o'sha hol tili bilan gapirib turadiki, menga sig'ininglar degan. Hojatlaring bo'lsa mendan so'ranglar. Hatto qol tili bilan aytganlarini eshitganmiz. Hojatlaring bo'lsa bizni eslanglar, Allohning izni bilan biz sizga yordam beramiz deb odamlarga shu tushuntirib qo'ygan. Ana endi ular uni rasmini olib yuradi, bu yoqiga yuragiga qo'yib, o'tirsa katta portret qilib rasmini qo'yib robita qilib turib o'sha orqali zikr qiladi. Bu xuddiki o'sha Quraysh paytidagi shirkni ayni ko'rinishi. Afsuslanarli joyi o'sha paytdagi shu Quraysh kofirlari tushungan narsani mana bular hozir tushunmayotganligi qiziq. Yana qiziq joyi Abu Talibning siyratini o'qigan odam juda bir ajib holatni ko'radi-da. 42 yil Rasululloh bilan birga yashab iymon keltirmay o'lganligini. 42 yil Rasulullohga qancha o'zi jonini fido qildi bu odam. Jonini fido qildi, lekin Alloh hidoyatlamadi odamni. Va robbuka yakhluqu ma yasha'u va yaxtar. Alloh taolo o'zi xohlagan narsani o'zi yaratadi, xohlagan narsani ixtiyor qiladi. Mana shu kishiga nasib qilmagan hidoyat shu yerda o'tirganlarga hammamizga alhamdulillah nasib qilib turibdi. Vaholanki biz Rasulullohni ko'rganimiz yo'q. Biz qaniydi Rasulullohni ko'rsak, bir qo'lni ushlasak, Rasulullohning yonida yursak, hattoki bir ko'rsak, hali Rasululloh aytganlar shunday vaqt keladiki, odamlar meni bir ko'rishi, bir marta ko'rishi uni ahli va molidan ko'ra yaxshiroq bo'ladi deganlar. Shunday vaqt kelgan hozir. Sizga aytsa agar Rasulullohni bir ko'rasan, lekin evaziga qaytib kelsang, moling, ahling hech kim bo'lmaydi. Hech kimsiz qolasan desa rozi bo'lasizmi? Albatta mo'min odam bunga rozi bo'ladi. Bir marta ko'rsam bo'ldi. Abu Talib 42 yil Rasululloh bilan birga yashagan. Rasulullohni himoya qilgan, turib bergan, farzandlaridan ko'ra yaxshi ko'rgan Rasulullohni. Farzandlaridan ko'ra yaxshi ko'rgan. Hatto Rasulullohga ochiq aytib qo'ygan, "Jiyan, sen o'ylama, amakim meni tashab qo'yadi" deb bilgan narsangni gapir. Xohlagan narsangga chaqir. Tirik ekanmiz, seni topshirib qo'ymaymiz degan. Butun seni atrofingda biz fidomiz degan. O'shanday odam iymonga kelmay o'lganlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam juda qattiq haris bo'lganlar. Bu o'lish paytida ham borib turib, "Ey amaki, bir marta la ilaha illalloh deng, bir marta la ilaha illalloh deng" deb aytsalar ham o'sha haligi nimalar Abu Jahl bosh tarafiga o'tib olib ketayotdi-ku. Bosh tarafiga o'tib olib, "Ey Abu Talib, ota boying dinini tashama, uyat bo'ladi. Uyaltirma odamni, turib ber" deb turib, u kishini o'sha hamiyat bilan ota bobosini nimasini tashamaslikka oxiri kofir, kufr kalimasini aytib o'lyapti shu odam. Ana shungacha bu kishini boshda turgan.
Bu ham o'sha yomon betayin oshna bo'lishi, betayin do'stlarni kulfati bu. Shu darajadagi kulfatki bu o'lguncha qo'ymaydi, do'zaxi bo'lishiga olib keladi odamni. Bu ham Alloh subhanahu va taolo bir bayon qilishki, bu hidoyatda qavmi qarindoshchilik degan narsa bo'lmas ekan degani. Va yana ishlar xotimasi bilan bo'lar ekan. Shuncha yaxshilik qilgan bilan oxiri nima bo'ldi Abu Talibniki? Oxiri do'zaxi bo'ldi. Achinarli holat, ya'ni biz uchun achinarli. Lekin Alloh taolo aytayaptiki, innaka la tahdi man ahbabta walakinalloh yahdi man yasha va huwa a'lamu bil muhtadin. Alloh biladi kimda hidoyatga yurishini. Shuning uchun ham biz chin qalbdan so'rash kerakki, Robbim bizni fitnalardan o'zing saqlagin, xotimamizni yaxshi qilgin. Men buncha yaxshilik qilganman, bunday qildim deb siz faxrlanmang. Masalan, ahli ilm bo'lsangiz, talib ilm bo'lsangiz yoki bir Alloh yo'lida nafaqa qilgan joyingiz bo'lsa, hech qachon xayolingizga kelmasin men bunday qildim deb. Abu Talibchalik qila olmaysiz baribir. Abu Talib qancha qildi yaxshilikni, lekin kofir bo'lib o'ldi. Ish demak ibrat o'sha mu'min bo'lib o'lishda, vala tamutunna illa va antum muslimun, musulmon bo'lib o'linglar dedi Alloh taolo. Allohdan mana shu husnul xotimani so'rash kerak. Alloh taolo chiroyli xotima bersin hammamizga. Allohumma amin. Keyin otalarga taqlid qilishni musibati ham chiqyapti bu yerda. Hozir Abu Talib nima uchun shu holatda o'ldi? Abdumuttalibni yaxshi ko'rgan juda ham. O'ta ham hurmat qilgan otasi Abdumuttalibni. O'sha muhabbatidan, yaxshiligidan shunga xilof qila olmagan. Bo'lmasa bilyapti Rasulullohning haqligini. Qarang, odam shunchalik ekanda, bilib turib ham shu yaxshi ko'rishi shungacha olib kelyapti odam. Yaxshi ko'rib hurmat qilganligidan bilgan narsasiga amal qila olmayapti. Keyin hidoyat Allohning qo'lidaligini tushundik bundan. Agar Rasulullohning qo'lida bo'lganda edi, Abu Talibga berardi hidoyatni. Shuning uchun ham Alloh aytayaptiki, innaka la tahdi man ahbabta. Ey Rasululloh, siz o'zingiz yaxshi ko'rgan kishini hidoyatlay olmaysiz. Bu Allohning qo'lida. Va huwa a'lamu bil muhtadin. Alloh biladi hidoyatda yuradiganlar kimlar ekanligini. Yana shundan nima qilamizki, o'sha odam, o'sha hidoyat mana siz bizga alhamdulillah nasib qilib turibdi. Alloh davomiy qilsin. Alloh hidoyatini olib qo'ymasin. Alloh taolo iymondan keyingi adashishdan o'zi asrasin. Biz bundan doim fitnalardan panoh so'rab yurishimiz kerak. Ma'sur duolarni o'qib yurishimiz kerak. Va sajdalarda hozir namozlarda so'rashimiz kerakki, Allohim fitnadan o'zing asra. Allohumma inna na'udhu bika min azabi jahannam va na'udhu bika min azabil qabr va na'udhu bika min fitnatil masihid dajjal va na'udhu bika min fitnatil mahya val mamat. Hayot va o'lim fitnalaridan, masihid dajjalning fitnasidan, qabr fitnasidan, qabr oxirat azobidan panoh so'raymiz deb doim Allohdan so'rashimiz kerak. Hech kim bu narsada katta keta olmaydi. Birovni avlodiman deya olmas ekansiz, Abu Talibchalik bo'la olmaysiz baribir. Rasulullohning amakisi ota o'rnida katta qilgan Rasulullohni. Shunchalik yaxshiligi bor Rasulullohga. Bitta yaqin odam bo'lsa shu kishida Abu Bakr yaqinmi, Abu Talib yaqinmi Rasulullohga? Ha? Abu Talib yaqin. Otasidan ham ko'ra, otasi Rasulullohni men tug'ilmay o'lib ketgan. Otasi qilmagan yaxshiliklarni qildi bu kishi. 8 yoshidan boshlab to vafot etgunicha, mana hozir Bi'sani 10-yil, Rasululloh 50 yosh bo'lyapti. 8 yosh, Rasululloh 8 yoshda qolgan bo'lsa, Rasululloh 50 yosh, 42 yil Rasulullohni uchun mana 3 yil mana bu joyda ocharchilikda turib bergan. Va uni hovlisi Abu Talibning darasiga chiqyapti. Abu Talib uyushtirgan bu narsalarni hammasini. Qarindoshlarini ham hammasini chaqirgan Abu Talib bo'ladi. Shunday odam, ya'ni achinarsiz insonmiz, achinamiz, kufrda o'lganligiga achinasiz. Lekin Allohning xohishiga tan beramiz. Va robbuka yakhluqu ma yasha'u va yaxtar. Va bir tomondan solishtirib qarasangiz, shu hidoyatni sizga bergani nima uchun berdi Alloh taolo? Nimangiz sizga o'tgan joyingiz bor? Hozir masalan millionlab odamlar adashib yurgan-ku ko'chada. Lekin sizga Alloh taolo shu tushunchani, shu iymonni berib qo'yganligi uchun, buning uchun siz sajdadan bosh ko'tarmasangiz ham bo'ladi. Allohga shukr qilishimiz kerak. Qabr azobini qattiqligi haqida ham shundan foyda olinadi. Bu qissalarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Talib meni shafaatim bilan menga qilgan yaxshiligi uchun unga eng yengil azob berildi degan ikkita olov kavush keltirib qo'yilgan u kishiga degan. Buni issiqligida miyasi qaynaydi, lekin bu do'zaxdan chiqmaydi. Endiki eng yengil azob shunga bo'layotgan bo'lsa, qolganlarni endi o'zingiz bilavering. Shuning uchun ham do'zax azobidan panoh so'raymiz.
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Talib o'lganida agar men qaytarilmasam istig'for so'rayman sizni haqqingizga deganda qaytarib kelgan. Ya'ni musulmon payg'ambar mushriklarning haqqiga istig'for so'rashi mumkin emas degan. Ya'ni mana shu hadisdan yana bir foyda olamizki, bu voqealardan o'ladigan odamni la ilaha illalloh desa foydasi bor ekan. Illo qachon joni chiqish paytida bo'lsa, unda bo'lmaydi. Yoki o'limni ko'rgan paytda bo'lmaydi. Xuddi Firavun masalan iymon keltirdi, o'limni ko'rgandan keyin qaradi, shundoq suv kelyapti ustiga. Mana shu paytda iymon keltirdi, iymon qabul bo'lmaydi. Yo masalan, o'tiruvdi, zilzila bo'lib qoldi. O'sha paytda kofir iymon keltirsa, iymon qabul bo'lmaydi. Zilzila bo'lgan boshlangandan keyin. Lekin masalan kasal bo'lib yotganda tavba qilsa qabul bo'ladi. Chunki hali o'lami yo'qmi Alloh biladi uni. Abu Talib o'sha o'lim to'shagida yotganda iymonga chaqirdilar Rasululloh. Agar iymon keltirganda iymon bo'ladi uni. Qachon iymon bo'lmaydi? Ikkita holatda. Bittasi jon g'arg'araga kelganda, ikkinchisi o'limni ko'rganda. Masalan jardan tushib ketdi. O'sha tepadan tushdi, iymon keltirib tushyapti. O'limni ko'rgandan keyin bo'ldi, u paytda iymoni qabul bo'lmaydi odamda. Ko'p foydalar bor bu yerdan. Qarindoshlarni masalan bu yerda haqlarini rioya qilish. Shu Rasulullohning qarindoshi Abu Talib edi, masalan qancha Rasululloh unga ichi achidilar, bordilar, vaqtlarini sarflab, oldida o'tirib, da'vat qilib, o'lguncha oldida o'tirdilar. Bir marta la ilaha illalloh deb men Allohning oldida shohid bo'laman desizlar ham yo'q. Ya'ni Alloh nasib qilmadi iymon keltirishdi. Keyin Abu Talibga bu nimani azobni yengillatilishi Rasulullohning xos shafoati. Abu Talibdan boshqa kofirga, boshqa odam uchun bu narsa hech qachon bu narsa bo'lmaydi. Kofirlarga shafaati yo'q. Fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in. Ularga shafaatchilarning shafaati foyda bermaydi deganim umum kofirlarga. Bulardan istisno Abu Talib. Foydasi ham bu darajada, ya'ni bitta olov kavush kiydirib qo'yilyapti, shu foydasi shu. Do'zaxni chuqurida emasda oyog'iga shu nima qilib kavush kiydirilgan. Va iymon ne'mati shunchalik katta ne'matki, bu bebaho narsa. Hozir aytganimizdek, buni pulga sotib bo'lmaydigan, hech nimaga almashib bo'lmaydigan narsa. Mana shu ne'mat qarang, shunchalik Rasulullohga yaxshilik qilgan Abu Talibga nasib qilmayapti-da. Kalb qabilasidan kelgan Zayd ibn Horisa Rasulullohga o'g'il bo'lib, Rasululloh tutingan o'g'il bo'lyapti. Undan keyin u tabanni mansub qilindi, yo'q qilindi-da, Rasulullohning mavlosi bo'ldi va qanday amir bo'lib, jihodlarda amir bo'lib, Mu'ta g'azotida shahid bo'lib o'lyapti. Bo'lmasa kalb qabilasidan kelgan asir tushib kelgan bitta qul bachcha edi. Uni amakisi nimaga Xadicha onamizga, Xadicha onamizning amakilari Xadicha onamizga bergan. Xadicha onamiz Rasulullohga hadiya qilgan uni. Zaydni Rasulullohga hadiya qilgan. Rasululloh uni tarbiyalab yurganlarida uni amakilari nimalari kelib qoladi. Kimdir borib aytadi, seni o'g'ling Makka da yuribdi deydi. Keyin ular keladi, amakisi bilan dadasi kelsa, qarasa o'g'li. Keyin Rasulullohga iltimos qilib, biz o'g'limiz tushib qopti, asir bo'lib kelgan edi. Xohlagan pulingizni ayting, beramiz. Biz buni o'g'limizni qul bo'lib yurishiga rozi bo'lmaymiz desa, agar ketgisi kelsa ketaversin, menga pul kerak emas deydilar. O'shanda ular Zaydni chaqiradi, bular kelibdi, kim bular desa, bu amakim, bu otam deydi. Bular seni olib ketgani kelibdi. Agar xohlasang, meni oldimda qolsang, meni shu holatda yashayveramiz. Agar keting kelsa ketaver deganda, yo'q, men sizni oldingizda qolishni xohlayman degan bola. Qanday qalbiga Alloh taolo shuni solyapti-da, o'sha uzoq kalb qabilasidan shu kishi bola kelib turib, shunda iymonli bo'lib Rasululloh bilan birga qolyapti. Yoki Bilal al-Habashi, qora xotinning o'g'li Habash, molday bozorma-bozor sotilib yuradigan kishiga Alloh taolo shunda iymon nasib qilyapti. Rumdan kelgan Suhayb ar-Rumiyga hidoyat nasib qilyapti. Forsdan kelgan Salmon al-Farsiga hidoyat nasib qilyapti. Da Abu Talibdek odamga hidoyat nasib qilmayapti. Va bu narsani aytish mumkin, sizga bu narsa meni nasib qilib turibdi, alhamdulillah, hidoyat. Bu Allohning fazli, mana bu narsani qadrini biz qadrlashimiz kerak. Keyin yana bitta nimalardan Xadicha onamizning vafotlari Rasulullohga katta musibat bo'ldi dedik. Abu Talibning vafoti undan keyin yana bitta katta musibat bo'ldi, lekin bu narsalarni Alloh taolo ko'rsatib qo'ydiki, Xadicha o'lgan bilan, Abu Talib o'lgan bilan da'vat to'xtamaydi, Rasulullohning himoyasi bor baribir. To'g'ri, Rasulullohga qiyin bo'ldi, lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Allohning kifoyasida, Allohning himoyasidagi zot edilar.
Mana bu narsa ham shuki, da'vat hech qachon bitta odamga suyanib qolmaydi. Agar da'vatda masalan bitta da'vat qiluvchi odam, bir domilla masalan bir olim kishi vafot etsa nima bo'larkan demaydi, uni o'rnida undan yaxshilari chiqadi. Uni to'ldirayotgan bir qancha nimalarni Alloh taolo chiqaradi. Chunki bu din Allohniki, shaxsniki emas bu. Bu dinga kim xizmat qilsa, kim hissasini qo'shsa, ajri Allohning oldida oladi u. Ajr Allohning oldida. Bu birov uchun, shaxs uchun qilinadigan narsa emas bu. Shaxslar faqat o'zi uchun xizmat qiladi, o'zi uchun ajr oladigan bir bozor bu, bunday aytganda. Kim bo'lsa tili bilan xizmat qiladimi, obro'si bilan xizmat qiladimi, kuchi bilan, puli bilan dinga xizmat qiladimi, Alloh taoloning oldida ajri mukofotini olaveradi. Ana shunday Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yana bu ham xuddi yordamchi, katta yordamchilari ketib qolgandan keyin Rasululloh o'zlari qolib ketdi deb tushunmaymiz. Chunki Alloh bor edi. Yana bitta qiziq nimalardan, foydalardan, vaqtimiz ham o'tib ketib qoldi, tugataman tezroq. Xadija onamiz bilan Abu Talib bir vaqtda o'lyapti ikkalasi. Deyarli bir vaqtda. Ikkalasi ham uzoq zamonlar Rasululloh bilan birga yashagan. Xadija onamiz 25 yil birga yashadilar. Abu Talib bo'lsa 42 yil Rasululloh bilan birga yashadi. Ya'ni Rasululloh bilan nafaqat birga yashash, Rasulullohga sohib bo'lib yashadi-da, Rasulullohga ota bo'lib yashadi. Panoh bo'lib yashadi. Butun qavmi qarindoshlarini chaqirib himoyaga. Hayotida shu bitta mujodala shu Rasululloh bo'ldi desak bo'ladi. O'zi kambag'al odam edi. Lekin Rasululloh bilan shunchalik obro'si bilan Abdumuttalibning o'g'li bo'lganligi uchun qavm qarindoshlarini chaqirib turib berdi. Bir vaqtda Xadija onamiz ham o'lyapti, Abu Talib ham o'lyapti. Xadija onamizga bashorat bo'lyaptiki, Jibril alayhisalom bashorat beryapti, jannatda bir gavhardan bo'lgan, ichki gavharlik bir uydan bashorat bering, qasrdan bashorat bering. Unda baqir chaqir ham, qiyinchilik ham yo'q. La nasaba fiha va la sahab. Unda na qiyinchilik bor, na bir baqir chaqir bor. Deyilyapti, Abu Talib bo'lsa do'zaxga tushib, do'zaxiy bo'lyapti. Subhanal xoliq deysizda, ikkita farqlilik. Ikkosi ham o'lyapti, ikkosi ham Rasululloh bilan birga yashayapti. Ikkosi ham Rasulullohga fido. Xadija onamiz ham Abu Talib ham Rasulullohga fido bo'lyapti. Lekin ahvol ikkiga qirib ketyapti. Xadija onamizga mubashshar bil janna, Allohning salomi tirikligidan aytilyapti. U kishiga nima sababdan, nima ayryapti buni? Iymon ayryapti. Bitta mana shu iymon bo'lganda edi, Abu Talib bilasizmi qanaqangi bo'lishi mumkin edi? Bir iymon bo'lganda edi, agar bu amal masalan unday qilgan fidolikni hozir qaysi birimiz qila olamiz Rasululloh uchun? Eng kerakli paytda yana. Eng kerakli paytda hozir masalan siz 1 milliard pulni, 10 milliard pulni sarflay olmaysizmi? Din yo'liga, masalan, sunnatni tiriltirish yo'liga sarflang. Rasulullohga nima naf undan, masalan? To'g'ri, dinga foydasi bor, lekin o'sha paytdagi holatda 3 yil masalan ocharchilikda yotibdi. Ana bunday Sa'd ibn Abi Waqqos yegan narsasini qarang. Rasululloh nima edi ekan o'sha paytlar? Ana shunday qiyinchilik bo'lgan paytda turib bergan shaxs bu. Lekin afsus deymiz, bu narsa yana Allohning xohishi deb o'zimizda o'tamiz. Bu Allohning xohishi ekan bu narsa. Farqni ko'ringki, Xadija onamiz qanday, Abu Talib qanday holatda ketyapti. Keyin yana oxirgi gaplarimizdan bu yil o'sha ocharchilik yili va undan keyin Xadija onamiz o'ldi. Abu Talib o'lgan yilda Amul Huzn deb atagan degan siyrat kitoblarida ko'p gaplar kelgan ekan shu vaqtda. Xafalik yili deb. Lekin bunga bir Rasulullohning o'zlaridan bir nas yo'q ekan. Bu xafalik yo'l bo'ldi deb. Chunki bundan keyin ham musibatlar bo'lgan. Masalan, Uhud jangidagi mag'lubiyat, amakilari Hamza shahid qilindi masalan, quloq burunlari kesilganligi, 70 ta qorini olib borib kofirlar xiyonat qilib o'ldirib yuborganligi, undan keyin 10 ta da'vatchisini Rasulullohni bir joyda o'ldirib yuborganligi, juda ko'p musibatlar bo'lgan, xafachilik, motam bo'ldi demaganlar Rasululloh hech birisida. Bu bizning hayotimiz shundan iborat. Bu yil motam yili bo'ldi, bu yil qiyinchilik yo'lda bo'ldi emas. Biz Allohga qarab ketamiz. Innaka kadihun ila robbika kadhan famulaqihi. Tosh kelsa kemirib, suv kelsa simirib, oldimizda nima bo'lsa o'shani shar'iy hal qilib o'tib ketaverish kerak bo'ladi. Bu narsada bu bir yil qiyin bo'ldi, bu bunday bo'ldi degan narsa emas bu. Alloh subhanahu va taolo o'zi nimani xohlaydi? Biz Allohdan faqat ofiyat so'raymiz, yaxshiligini so'raymiz. Bunday bo'ldi, bu motam yili bo'ldi degan narsa emas bu. Alloh taoloning ixtiyori, xohishi bo'ladi hammasida. Yana oxirgi gapimiz, ya'ni Abu Talibni yordam berishidan
kofirdan yordam olish joizligi ochiq chiqadi. Kofirdan mo'min odam yordam olsa bo'lar ekan. Mana Rasulullohga qancha yil yordam berdi. Kofirdan yordam olsa bo'ladi degani. Allohu a'lam. Shu yana bitta nimalardan o'sha foydalardan Abu Tolibni hayotiga bunday qarasak, kofir bo'lgan, haqdan yuz o'girdi Abu Tolib. Lekin bu yerda muariz bor, yuz o'girgan bilan dushman bor. Masalan, Abu Jahl ham yuz o'girgan, lekin Abu Jahl dushman edi. Valid ibn Mughira, masalan, Os ibn Voil, Umayyat ibn Xalaf, bular ham dushman, ham yana kofir, ham yana undan tashqari nima? Nafrati bor, Rasulullohni yo'qotishga harakat qilganmiz. Abu Jahlni misolida aytib berdik-ku. Kofir bilan kofirning farqi bor ekan degan. Bu yerda kofir degani, kofir masalan bir kofir bor, siz uylanishingiz mumkin unga. Bir yahudiy ayolga uylanishingiz mumkin. O'sha ayolni yaxshi ko'rasizmi yo'qmi xotin sifatida masalan? Yaxshi ko'rishingiz mumkin. Yo'q, undan nafratlanaman, albaro valvalo deb yashamaysiz-ku u bilan. Ya'ni xotin o'rnida ko'rib yashaysiz uni. Shariat halol qilgandan keyin. Bu yerda kofir bor, unga masalan yaxshilik qilishingizdan qaytarilmagan. La yanhakumullohu anillazina lam yuqatilukum fid-din va lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum va tuqsitu ilayhim. Innalloha yuhibbul muqsitin. Sizlarga qarshi kurashmagan, sizlarga urushmagan kofirlarga yaxshilik qilishdan Alloh qaytarmaydi. Alloh kimdan qaytaradi? Innama yanhakumullohu anillazina qatalukum fid-din va akhrajukum min diyarikum va zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum. Sizlarga qarshi urushgan, sizlarga qarshi odamlar tezlagan odamlar, ana o'shalarga do'stlik qilishdan, borib ularga musulmon odamlarning ziddiga yordam berish, ularga ma'lumot berish, musulmonni ziddiga ularga qanaqadir tomondan bo'lsa ham moddiy, ma'naviy tomondan bir yordam berish, ana bundan Alloh qaytaradi. Ammo shunchaki masalan kofir bilan siz tijoratda sherik bo'lishingiz yoki kofir ayolga uylanishingiz kerak bo'lsa, Yahudi, Nasoro ayollarga uylanish mumkin. Mehmonga aytsa borishingiz, hadyasini qabul qilishingiz, unga hadya berishingiz, buni o'zini fiqhi bor, bu narsalar qaytarilgan narsa emas bu. Bu kengroq mavzu bu. Inshaalloh joy kelganda bir munosabat bilan u tushuntiriladi. Vallohu alam. Va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Alloh subhanahu va taolo o'zi tavfiq bersin, xatolarimizni o'zi kechirsin, darslarimizni davomli qilsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qadamma-qadam ergashishni nasib qilsin. O'tkazgan fursatni boy bergan vaqtlarimizni Alloh taolo o'zi kechirsin. Xato kamchiliklarimizni o'zi to'g'rilasin. Bu yo'g'iga hayotimizni qolganicha Rasulullohning sunnatlarida, sahobalarning yo'lida yashab o'tishda Alloh taolo hammamizga nasib qilsin. Mana bunday kechalarda Alloh taolo g'animat oladigan kishilardan qilsin. Laylatul Qadrni nasibasidan olib qoladigan, Laylatul Qadrni topadiganlardan qilsin. Allohumma amin va sallallohu alayhi va nabiyina Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.